بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ramazon oyi hadislarini davom etamiz. Bugungi darsimizda biz Buxoriy ham Muslim jildida keltirgan bir ko'rkam hadisni olib ketarmiz. Mana bu ishqina so'rov kishilardan kelgan so'rovga javob beriladigan hadis. Kishilar so'raylar, mana safarga chiqasam bor edi, nishlaymi ekan, ro'zani tutaymi ekan yoki tutmaymi ekan? Ayyi, biz bilamiz, safar yashigu musafir bo'luv bilan kishiga ruxsat etiladi ro'zaga kirmasga. Bu Alloh taolaning yengilligi. Baqara surasida Alloh taolo aytadi: "Ayyaman ma'dudati", sanavli kunlardi. Orangizda birarigiz og'irtu yoki safarga chiqsadi, ruxsat etiladi ro'za tutmasga. Shunga ko'ra og'irtu ham safar bizning ikki tip g'azir bo'lib tura ro'zaga kirmasga. Hamda so'raylar: kirikmi, kirmakmi? Qaysisi xayrliroq deb aytdik. Buxoriy ham Muslim jildida hadisni qaraymiz deb. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, Anas ibn Malik aytadi: "Safartu ma'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan safarga chiqqan edim. Fi Ramazon oyida. Falam ya'ib as-so'imu ala muftiri va la muftiru ala so'imi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birsida tanqidlamaydi. Safarda ro'zaga kirayotganda kishi anga tanqidlamaydi. Nishapsin ro'zada edi. Ya'ni safarda ro'zaga kirgan ekan, nishapsin ro'zada Allohning ruxsatini olmaysan deb tanqidlamaydi. Ham shulay safarda ro'zaga kirmasa, oshadi ekan, ichdi ekan, shulay inqor etmagan. Ramazon oyining fazilatini yo'qotasan deb nishlab sen ro'zaga kirmading. Ya'ni ikkisida ruxsat etiladi. Shu hadisga tayanib olimlar aytadilar: kishi qarorga tegish o'zining holatini. Masalan, safari yiroq bo'lsa-da, mashinasida konditsioneri bor, o'ng'ayli, komfortli, yoki endi samolyot bilan bir og'irlik keltirmaykan, bu kishiga endi xayrli ro'zaga kiradi. Chunki Ramazon oyida ajrliroq, fazilatliroq shulay ibodat qiluvda, izgilik qiluvda. Agarda safari endi poputkalar bilan, avtobuslar bilan endi o'zining mashinasi bilan tugul turli o'ng'aysizliklar tug'dirar ekan, ko'pmi ketasan, qachon borasan, o'zida bilmay ekan, boshqa turli mashaqqatlar tug'ar ekan. Bu vaqtda u o'zini menga bu og'ir bo'ladi deb to'g'ri ekan, ruxsat etiladi, bir problemada yo'q. Ishlarga ro'za tutmasga kishi qarorga tegish o'zining holatida. Agarda u menga xayrli ro'zaga kirdi deb ko'ngli aytar ekan, u ro'zaga kiradi. Yo'q, menga og'irlik tug'ar ekan, ikkisida yengil. Chunki aytdik, Alloh taolo narsada: "Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Agarda birarigiz og'irlik bo'lsa yoki safarda bo'lsa, narsada boshqa kunlarda qazo qilag'iz. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh taolo sizga og'irlik tilamaydi, kelincha yengillikni tilaydi. Shunga ko'ra biz safarda bo'lib, masalan, 5 kun safarda bo'ldik, 3 kun safarda bo'ldik. Shu kunlarni esda qoldirib, sanab borarga da Ramazon oyidan chiqqach, shu 3 kun qolgan 5 kunni qazo qilib qaytarishga kerak. Bu Alloh taolaning endi bizga bergan ruxsati, birningda bunda problema yo'q. Shunga ko'ra, uzun so'zning qisqasi, kishi o'zining holatini qaraydi. Shu hadisga tayanib Alloh taolo bizga qabul ro'zalar tutib, gunohlardan yorliqlanib, ayon eshiklaridan jannatlarga kiruvni nasib etsin. Subhanakalloh bihamdik va shukran, va astagfiruka va atubu ilayk.